Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Bugun bir tanishim bir kanaldan olib bir ma'lumot tashladi menga, bir post qo'yilgan ekan, 27-oktyabrda qo'yilgan. Ma'lum bo'ldi, Bog'ot tumanidan kimdir zakaz etib qo'ydirilganligi, bu yerda haqiqat yo'lida ommaviy axborot vositasi bilan men Hurriyet Zamon ommaviy axborot vositasi haqida yozibdilar. Endi yozganni bir tarafdan xafa bo'lib yozgan deb bo'lib yozgan, juda kulgili narsa to'g'risi. Yaqinda bizani bir hamkasbimiz Bog'otli ayolni ichki ishlar shu ba'zi bir sabablarga ko'ra qamoqqa olinganligi bo'yicha bir blogerimiz chiqaradi. Biz shundan xabar topganmiz. Birinchidan bu blogerni o'zi noto'g'ri aytgan, birovni shaxsiy ma'lumotini ommaga oshkor etganning o'zi bir xatolik. Bu qonunda bor narsa. Hali sud bo'lmay turib, aybsizlik prezumsiyasi degan narsa bor. Tushuncha bor. Nima uchun aybsizlik prezumsiyasiga rioya etmasdan xalqqa, butun Xorazm viloyatiga yosh mana shu blogerimiz haqida ma'lumotni shunchalik shoshilib chiqarganki, kimdir bir zakaz qilganmi, zakazga qilinganmi, men hayronman. Endi bu Komparuz degan kanalda men o'zim veb-saytlarini qidirdim, bir ham topmadim. Norasmiy kanal ekanligini bildim. Agar rasmiy kanal bo'lganda, уже veb-saytni sразу chiqardi, Google'da chiqaradi. Hayron qolayotgan joyim, Komparuzni bilaman, vodiylik bolalar ochgan, men surishtirganman, kim qaysi bola ochganligini ham, boshqasini ham. Zakazga asosan tasdiqlamasdan ma'lumotni, masalan, biz tarafga chiqsin edi, ikkinchi tomonga chiqsin edi. Har xil yerda fasod tarqatmasdan Ergash degan erkak orqali boshqalarga tarqatildi. Ergash degan kimligini ham aniqladim. Ergash degan odam men bilaman. Xorazm viloyati xalq ta'limida ishlaydigan bir Ergash degan odam bor. Men o'yladim shu odam tarqatgan deb. Endi o'zimcha o'yladim, yana bilmadim. Biza haqimizda tarqatilayotgan ma'lumotlarni chiqargani bilan bir narsaga erishaman deb o'ylaysizlar. Biza haqiqatni ko'zini tik qaraydigan insonlarmiz, to'g'risini ayting. Birinchidan u Komparuzga chiqqani bilan bu hech narsani o'zgartirmaydi. Mana haqiqat yo'lida kanalini blogeri, ommaviy axborot vositasi ham bu narsani ko'rib, zakazga ishlanganligi ma'lum bo'lganligi va hozir mana aniqlashtiryapti, kimga zakaz qilganligini endi Xudo biladi. Agarda mard bo'lsangizlar, yuzimizga tik aytinglar shu narsalarni. Hurriyet Zamon mana kanali doimo haqiqatni chiqarib kelgan, fakt isbotlar bilan chiqarib kelgan. Men boshqa ommaviy axborot vositalari bilan ishim yo'q. Ularning o'zini yo'li bor, o'zini tutumi bor. Har kim o'zini yo'lida ketyapti. Biz bir-birimizni ko'zimizni qilib chiqolmaymiz. Ba'zi bir bog'cha mudiralari, ba'zi bir maktab mudiralariga o'xshab biza bir-birimizni chiqolab, bu yerda biza chiqarib o'tirmaymiz. Qildimi, qilg'ilig'ini o'zi javob beradi. U yog'i bilan meni ishim yo'q. Bu Bog'otli bloger bilan ham meni ishim yo'q. Agar aybi bo'lsa, isbotlansa, sudda o'zi javob beradi qonun oldida. Nima uchun men uni hali aybsizlik prezumsiyasi aybi tasdiqlanmasdan turib men uni chiqarishim kerak? Nima uchun? Kimning haqqi bor bu narsaga, birovning shaxsiy ma'lumotini tarqatishga? Men masalan u ishni qilmayman, qonun bo'yicha ish qilaman. Demak, har kim o'zi uchun o'zi javob beradi. Komparuzning adminidan aytaman, ikkinchi marta bunaqa postlarni qo'ymang. Juda xato ish qilyapsiz qo'yib. Kim zakaz qilganligi bu yerda yavni ko'rinib turibdi. Bog'ot tumanidan boshqa hech kim zakaz qilmaydi bu narsani. Endi biza shu ayolni qo'ymaganimiz ularga alam qilgan. Sizlarga nima alam qiladi? Qilgan odam o'zi javob beradi aytgan ishi uchun. Bu yerda bizani yozib sizlar bir narsaga erishmaysizlar, naborot o'zlaringiz sugublять etasizlar. Ishingizni og'irlashtirasizlar o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, zakazda ishlamanglar iltimos sizlardan.